Azizlar, bayram dasturimiz davom etadi. Ben bir narsani aytib qo'ymoqchiman, rahbarlar yig'ilganda hozir ijtimoiy tarmoq rivojlangan, texnologiya rivojlangan, sun'iy intellekt rivojlangan. Bitta rahbarni ozgina sun'iy intellektda qilingan harakat bilan rahbarning nomini aqlan yoki bu yoqqa qilib qo'yish mumkin. Chunki hozir madaniyat salimizga yig'ilgan mehmonlar bo'lganliklari uchun aslida men 2019-yildan beri bu yerda ishlaganman, lekin men sohada ishlaganligim uchun bu sohani nonni yeganmiz. Mana bu sahnada O'zbekiston xalq hofizlari, xalq artistlari kuylagan, ijtimoiy tarmoqlarda har xil feyk xabarlar tarqalyapti. Sun'iy intellektda tayyorlab kimdir qaysidir rahbarni nomini bulg'ash oson ish, sun'iy intellektda qilib, lekin u rahbar o'sha kungacha qancha mehnat qilgan, mashaqqat qilgan, mana ishlaringda nechta rahbarlar o'tiribdi. Demoqchimanki, bunaqa narsalarga ishonmaydi. Unaqa narsa tayin bilan yo'q. Hozir o'sha sun'iy intellektda tayyorlagan shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'alib, tergov ketyapti. Xudo xolasa, buni endi rasmiy kanallardan yuzini ham oshkor qilib chiqarib berishadi. Demoqchiman, rahbarlarni ehtiyot qilishimiz kerak. To'g'rimi, Kamolot opa? Bilbeki, haqiqiy ovozsiz eshitib qo'ysin, sun'iy intellekt emas, ikkovsini gapirib qo'ysin. Avvalo assalomu alaykum. Yig'ilgan tadbir qatnashchilari. Prezidentimiz aytishyapti, bu kurash. Mayli, hammaga insof bersin. Hozirgi aytiladigan qo'shiqlar sizlar uchun marhamat o'ynab, mazza qilib o'tiringlar. O'zimni ovozimmi? Mana shu haqiqiy o'zini ovozi. Ozgina pasat. Termilib ko'z senda qoldi, ko'zga ne bo'ldi? Tilimlol so'z ham yo'qoldi, so'zga ne bo'ldi? Uzalmay qolgan nigohim sezdimu bilmay, oq yuzing guldek qizardi, yuzga ne bo'ldi? Hammani yuzini yorqitsin. Salomatlik. Bitta xabarlar kimdir oilasi, kimdir jamoasi uyg'onib ketishga emas, bunaqa xabarlarga ishonmanglar. Davom etamiz va o'qituvchilar gaplashishga o'rga tushyapti, akademiklar. Ham o'rga tushyapti, ham gaplashyapti. Meni soatimda kamayib qoldi, yangi direktor ratansa bo'lgan tomonlarda borib qo'yyapti. Idomdan o'tgan ekan, qattiq qo'l ekan deyapti. Azizlar, davom etamiz, kulishib turinglar endi.